Biroda biz bilan ishlayotganiga 6 yil bo'ldi. 6 yil davomida birgalikda ishlab kelyapmiz. Boshida kelganda ishlashda biroz qiyinchilik bo'lgan, keyin yillar davomida ishlarni to'g'rilab, hozir ancha malakali usta hisobiga yetib kelganda, hozir ishda o'zi bemalol topshirsiz eplab ketadigan holatga kelgan. Birodar eshitmaydi, gapira olmaydi. Imo-ishoralar orqali gaplashib, tushuncha bersak bo'laveradi. Birodar bilan faqat bir-birimizga ishni imo-ishoralar orqali tushuntiramiz. O'sha boshida qiyin bo'lgan, keyin bir-birimizga o'sha imo-ishoralar bilan tushuntirib, hozir ancha yengil. Bemalol gapni tushuntirib, ishni tushuntirsa bo'laveradi. Boshida tushuntirishda ishni noto'g'ri qilib qo'ygan, tushuntirish qiyin bo'lgan, gapirib biz gapirsa bir-birimiz tushunmaganmiz, o'sha ko'rsatib, buni qilasam, bu bunaqa bo'ladi deganimizdan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin o'zi tushunib, shuni joy-joyiga qo'yib ishlashni davom ettirganda, shu yaqin 1 yil davomida ishlash qiyin bo'lganda boshida. Keyin o'sha o'zlar harflarini bir ko'rsatib, tushuntirib, ya'ni ish davomida mana bu ishni bunaqa qilasan deb, qanaqa tushuntirasizlar sizlar deb so'raganimizda, ish mana bunaqa desang tushunamiz degan, shu orqali tushunib tez o'rganib ketganmiz keyin. Boshida lekin 1 yil qiynalganmiz. Harflari bor, imo-ishoralar, o'shalarni ko'rib, harflarini o'rganib keyin tushunganmiz. Boshida ishlash ham qiziq bo'lgan, ham qiyin bo'lgan hisobiga o'zimiz o'rganganmiz-da. Endi iloji majburlikdan o'rganib, ertadan bularga birorta ish tushuntirsak, mana bu biz bu yerda yo'q bo'lganda ham o'sha ishni qilib ketaverish holatiga kelgan uchun o'rganganmiz. O'zimizga endi kerak, qiziq bo'lgan. Masalan, daftarda har bitta narsaning razmeri bo'ladi, o'shani qarab kesib, qolgani o'sha razmer chiqqandan keyin o'zi davom ettirib ketaveradi. Oyliklari hozir o'rtacha 4 million atrofida oylik haq chiqadi har oy. Salom beryapti hammaga. Bu aytyaptiki, masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga kattakon rahmat aytamiz. O'sha bizda imkoniyati cheklanganlarga e'tibor bergani uchun, kar-soqovlarga har naqada masalan sovg'alar bo'ladi, podarkalar beriladi. Ishxonamizda ishlatganimda o'sha faxrlanaman. O'sha chetda ishlatganim menga yoqadi. Uyimiz yaqin, beradigan oyligi o'sha meni masalan qoniqtirgan hisobiga chetda ishlab yuribman. Ertalab kelaman, kechga oilam bag'riga boraman, ota-onam yonidaman deb. O'sha faqat O'zbekiston Respublikasida ishlayman, boshqa joyga chiqishni xohlamayman. O'sha oylik menga yetadi. Hozir o'sha men Rishtondan uylanganman deyapti. Bitta qizim bor. Har ishlagan pulimni ota-onamga olib borib beraman deyapti. Ota-onam o'sha chetda ishlayotganimdan rozi deyapti. Hozir o'sha masalan kesadigan apparat bilan bo'limlarni ochadigan apparatga stanovga bordi. Endi o'sha stanovga bor deyapti. Agar davlat tomonidan menga joy ajratilib, yer berilsa, o'shani qanchadir summa ajratib bersa davlat yordam qilib, o'shani ko'tarib, keyin o'zimga o'xshagan o'rtoqlarni chaqirib, bekor yurgan bolalar bo'ladi. Faqat gapiradigan emas, o'sha o'zlarining o'rtoqlari, ishsiz yurgan o'rtoqlarni ish bilan ta'minlardi. Hozir o'sha uyimizda mabodo ish boshlasam bo'ladi deyaptilar. Mabodo kechqurun ish ko'payib ketganda, shovqin bo'lganda qo'ni qo'shnilar jahli chiqadi. O'shanga chekkaroq joy bo'lsa, o'sha ishxona sifatida yuritib, o'sha hamma stanovlarni olib borib joylab so'radi.